Biz Germaniyaga talabalik vizasini qo'lga kiritdik. Biz Surxondaryodamiz. Hozirda Toshkentda yashab kelmoqdamiz. Dardimiz nimada? Surxondaryoda tavallud topganmiz. Instruktsiya tavsiya qilamiz nima qilaylik. Va do'stlarimizga taklif qilamiz. Qo'lni ko'tarmading-ku. Biz instruktsiya tavsiya qilamiz. Biz Germaniyaga talabalik vizasini qo'lga kiritdik. Barchaga assalomu alaykum. Mening ismim Hasan. Meniki esa Husan. Biz Germaniyaning Osnabrück universitetiga magistratura talabasi etib tavsiya etildik va vizamizni qo'lga kiritdik. Biz Surxondaryodamiz. Hozirda Toshkentda yashab kelmoqdamiz. Dardimiz nimada? Surxondaryoda tavallud topganmiz. Biz Surxondaryoda tavallud topganmiz. Hozirda Toshkentda yashab kelmoqdamiz. Oxirgi universitetimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ekonomik fakultetida o'qiganmiz birga. IELTS 6 sertifikatini olganman. Men esa 5,5 olganman. Biz maktabda ham birga o'qiganmiz. Institutda ham bakalavr darajasida va magistratura darajasini ham birga o'qish maqsadida biz bir to'xtamga keldik. Germaniyani tanladik va instruktsiya taklif qilishdi bizga ishlashga birga va Osnabrück universitetini bizga ballarimizni to'g'ri kelgani darajasida taklif qilib berishdi. Ikkalamiz bir joyda o'qib, bir joyda yashab, men aka sifatida bu fikrni qo'llab-quvvatladim va juda ham yoqdi bu fikr, birga o'qish, magistraturani hamda birga yashash. Bizga Instrux Consulting'da kursdoshimiz tavsiya qildi va biz ishlashni may oyidan beri boshladik. Undan keyin ancha muammolarga duch keldik. Masalan, biz hali informatsiyaga ega bo'lmagandik. Bunaqa universitetlar borligini yoki bu universitetga qanaqa kirishlarini. Bu qiyin bo'lgani, menda 5,5 IELTS bo'lganligi sababli bular tavsiya qilishdi. Mentorlari taklif qilishdi. Shunaqa universitetlarga 5,5 IELTS bilan kirsa bo'ladi dedi. Eng qiyin bo'lgan jarayon bu dokumentlarimizni universitetga topshirib va javobini kutish va undan ham tashqari vizani chiqishini kutish, vizani topshirganimizdan keyin va ijobiy natija oldik hammasidan. Saks bilan uchrashganimizdan beri qiyinchiliklarimizni yo'liga qo'yib, hamma narsani yechimini topib va universitetiga qabul qilinib, vizalarimizni oldik qo'limizga va do'stlarimizga taklif qilamiz. Qo'lni ko'tarmading-ku. Biz instruktsiya tavsiya qilamiz.